O'zbekiston prezidenti AQSh prezidenti Tramp bilan uchrashibdimi? Aniqmi bu? Aniq uchrashibdimi? Sentyabr kuni, aniqrog'i hozirgina AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuv o'tkazdi. Well, thank you very much. It's a great honor to be with the president of Uzbekistan. He's highly respected. It's an honor to be with you again. Thank you very much. Thank you. Gapi yo'q, haqiqatan uchrashibdi. Xo'p, bunga sabab nima? Shuncha AQSh prezidenti Tramp vaqti yo'q odamlar bilan uchrashishga. Nimaga aynan bizni prezidentimiz bilan uchrashibdi? O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan? Shuni ham bitta aytib bering, shunga hayron qolyapman. E'tiborga molik jihat, Qo'shma Shtatlar prezidenti hamma mamlakatlar rahbarlari bilan ham uchrashuv o'tkazayotgani yo'q, chunki shu kunlarda BMT Bosh Assambleyasi tadbirlarida 120 dan ortiq davlatning yetakchilari, prezidentlar, davlat va hukumat rahbarlari qatnashmoqda va ular orasida aynan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan bo'lib o'tgan uchrashuv AQSh O'zbekiston munosabatlarining bugungi darajasini, qolaversa mamlakatimizning xalqaro maydonda obro'si, o'rni, nufuzi tobora yuksalib borayotganini va gigant mamlakatlar ham O'zbekiston bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor ekanligini anglatadi. Nyu-Yorkdan muhim Gap bu yerda ekan teng. Bizning prezidentimiz boshqa prezidentlardan farqi bor ekan. Men o'ylayapmanki, u 8 milliard dollarlik kontraktni tuzgani uchun debman. Qarangda. U Tramp ham nima qiladi? Trampga pul kerak emas. Trampga shu hammani qo'yib, shu pul beradigan odamlar bilan Tramp uchrashmaydi. Masalan, samolyot parqa qilasizmi, boshqa bir katta kontrakt qilasizmi, farqi yo'q. Birinchi bo'lib eng zo'r demokrat, xalqsevar, xalqni yaxshi ko'radigan, nepotizm qilmaydigan mujik nimalar bilan nima qiladi? Uchrashadi. Men o'ylabmanki, u 8 milliard beribdi. Shuning uchun uchrashib debman. Adashibman-da. Uzr.